Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun 25 sentyabr soat 10 dan 8 minut o'tdi, payshanba. Sizlar bilan bugungi market tahlilini boshlaymiz. Hop, ko'rib turganinglar, doimgidek dollarni kunlik time frame'dagi holati. Kechaga kunga e'tibor beradigan bo'lsak, kecha o'sha chorshanba kungi price action esingizda bo'lsa, mana bu inbound zonadan yaxshi reaksiya oldi. Demak, bu inbound zonamiz narxi ushlab qoldi deb olsak bo'ladi va undan oldingi kun, ya'ni dushanba kunni tanasi bilan tepada yopildi. Bu yaxshi signal degani, mana tanasi bilan tepada yopilgan. Bu bo'ldi, mana inbound zona ushadi, BPR zonamiz, inbound zonamiz ushadi. Endi narx biz kutgan 9834 zonalarga narx chiqish kerak degan anonni bersa bo'ladi. Mana bu inbound zonamiz o'sha anchadan beri narxi ushab turgan inbound zonadan tabiiyki narx reaksiya olishi tabiiy. Ya'ni ko'rib turibsizlar, kecha kunni maksimumi mana shu inbound zonaga kelganda to'xtadi va bugun shu inbound zonaga narx kecha kelgani uchun bugun sal korreksiya ko'rishimiz mumkin. Pastga, ya'ni 4 soatlik time frame'ga o'tib qaraydigan bo'lsak, bizda inbound zona hosil bo'lgandi kecha, to'g'rimi? Mana bu inbound zona, katta inbound zona hosil bo'lgan va mana pastdagi inbound zona hosil bo'lgan. Hozir narxda ko'rib turibsizlar, mana shu inbound zona bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu joyda kichikroq inbound zona ham bor. Ya'ni bundoq qilib inbound zona deb olsak bo'ladigan joy bor. Ya'ni BPR zona deb olsak bo'ladi, to'g'rimi? Demak, buni mana shu inbound zona deb oladigan bo'lsak, narxi eng kamida mana shu kecha kelib, undan keyin tepaga qarab ketishini kutsak bo'ladi. Bu mana inbound zonani oladigan bo'lsak. Xo'p, aniq e'tibor beramiz, bunaqa qilamiz. 1 soatlik time frame ga tushadigan bo'lsak, mana bu tepadagi imbalance zona emas, tepadagi buy side zonamizni mana bu tashab ketilgani, ya'ni previous day high. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, liquidity bor, ya'ni bir-biriga yaqin bo'lgan maksimum nuqtalar, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, pastga tushishdan oldin sweep qilmagan. Bu bo'lsa bizga yaxshi target bo'la oladi, to'g'rimi? Ya'ni eng oxirgi swing nuqtamiz mana bu yerda ekan, to'g'rimi? Nimaga bu swing nuqta? Chunki undan o'zidan chap tarafda va o'ng tarafda teparoqda bo'lgan minimum nuqtalar bor. O'shaning uchun bu swing nuqta deyiladi. Mana shu swing nuqtani pastidagi sell side'ni yechib, narx o'sha ozimnoq yechib, keyin inbound zonadan reaksiya olib, keyin bu yoqqa kelish kerak. Demak, asosiy targetimiz, birinchi targetimiz mana bu bo'ladi. Ya'ni bu 97921 zonadagi buy side'imiz bo'ladi, to'g'rimi? Bu birinchi target va POI'imiz, ya'ni point of interest, biz narx borishini kutib turgan joyimiz bo'lsa, bu mana bu 97678 zona bo'ladi. Ya'ni mana shu joydagi sell side yechilgandan keyin biz sizlar bilan keyin pozitsiya qidirib ko'rsak bo'ladi yevroda. No dollarda конечно pozitsiya ochilmaydi, bilasizlar buni. Mana 15 minutlik time frame tushib qaraydigan bo'lsak, range ichida turganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni range minimumi, range maksimumi va narx shu range ichida konsolidatsiya bo'lib turibdi. Bilasizlar, rangedan chiqib ketishdan oldin, chiqib ketish uchun narx o'sha range pastidagi sell side'da yechib, keyin tepaga qarab ketadi yoki bo'lmasa tepadagi sell side'da yechib, keyin pastga qarab ketadi. To'g'rimi? Hozircha mana range ichida turgani uchun, demak, kutishimiz kerak. Bu range ichida savdo qilmaslik kerak iloji boricha degan ma'noda-da. Demak, dollarda mana shunaqa holat. Endi Euro USD ga qaraydigan bo'lsak, Euro USD da kunlik time frame dan boshlaymiz. Doimgidek kunlik time frame da ko'rishimiz mumkin. Hammalarni o'chirib tashlaymiz. Okay. Xo'p, bunda ham o'sha dollarda nima bo'layotgan bo'lsa, o'shani teskarisi, ya'ni mana bu inbound zonamiz narx ushab qoldi. Bu degani endi mana bu pastdagi polni hamma buy side'larni, sell side'larni kecha belgilab chiqdik, to'g'rimi? Shu sell side'larni ketma-ket target qilib ishlab ketaveramiz. Demak, birinchi targetimiz bu mana bu
bir 17 262 zonadagi sell site. Mana bu sell site. Demak, kunlik time frame'da biz berishmiz, ya'ni tushish trenddamiz. 4 soatlik time frame'ga tushamiz. 4 soatlikda qanaqa holatligini ko'rish uchun 4 soatlik time frame'ni qaraydigan bo'lsak, bu zonada xuddi dollarga o'xshab imbalans zona bor. Mana bu imbalans zona BPR zonaga to'g'ri kelar ekan. Demak, iloji boricha mana shu yerda imbalans zona bo'lgani uchun o'rtoqlar maksimum darajada narxi mana bu zonaga chiqishini kutishimiz shart emas degan. Ana olsak bo'ladi. Men o'zim shunaqa deb olaman. Nimaga? Chunki mana bu yerdagi imbalans zona narxi to'g'ri weekga chiqish mumkin, ya'ni candle mana hosil bo'lib, mana misol uchun mana shunaqa mana candle bo'lib, mana bu tayochasi bundoq tepaga chiqishi mumkin. Lekin tanasi iloji boricha mana bu imbalans zonani ichida qolib ketadi deb o'ylayman. O'shaning uchun ko'rish kerak. Bunday qilamiz. Buni bunday qilamiz. 1 soatlik time frame'ga tushib qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da lekin o'rtoqlar 1 soatlik time frame'da juda ham chiroyli mana bu yerdagi imbalans zona qolib ketgan ekan. Mana e'tibor bersanglar, bu imbalans zona kecha kutuvdi esinglarda bo'lsa, bu imbalans zonani narxi kelib mana bu kelib keyin mana shundan ketish kerak deb kutuvdik, lekin ko'rib turibsizlar, kecha plus bilan pastga tushib ketdi. Mana bu chiqishiga e'tibor beringlar o'rtoqlar. Chiqishi juda ham xunuk. Bu degani mana bu yerdagi sell saytlar keyinchalikka target bo'lib qoladi va 100 ga 100 juda ham ehtimoli katta narx mana shu sell saytlarni olishi. Oxiri mana bu original konsolidatsiyani, ya'ni bu 1.17.262 zonadagi sell saytimiz juda ham kuchli degani. Mana shu zona. Demak, bugun sell pozitsiya ishlaymiz degani. Sell pozitsiyaga pozitsiya qidirish kerak sellga degani. Xo'p, endi 15 minutlik time frame'ga o'tib qaraydigan bo'lsak, 15 minutlik time frame'da ko'rishimiz mumkin. Narx o'sha hozir 1 soatlik time frame'da aytganimdek chiqib borishi juda ham sell site zonalarini hosil qilib chiqib borgan, to'g'rimi? Bu yaxshi signal biz uchun. Prosta ko'rishimiz kerak. Nimani ko'rishimiz kerak? Bunaqa holatlarni, ya'ni mana bu yerdagi buy side, to'g'rimi? Mana bu buy side. Mana bu buy side. Shu buy sidelarni qaysidir biridir yechib, ya'ni sweep qilib keyin pastga ketish kerak. Hozir mana shu o'zidan agar ketaveradigan bo'lsa, unda men to'g'risi pozitsiyaga kirmagan bo'lardim. To'g'ri, mana bu kelishini bilsak ham, lekin bu degani sweep qilmasdan ketayotgani uchun pozitsiya men uchun ochilmasdi. Chunki tasdiq yo'q deganida. To'g'ri, mana bu yerda pastga kelishini bilamiz, chunki mana bu yerda trend liniya bor, mana bu yerda sell side bor, lekin bizga trading bo'yicha tasdiq bo'lish kerak, ya'ni sweep bo'lish kerak. Undan keyin kiriladi degan bo'ladigan bo'lsa, shunaqa gaplar. Hozir London Killzone hali boshlangani yo'q. London Killzone boshlanishi bilan narx tepaga ketib, manipulyatsiya qilib, kunni maksimum nuqtasini hosil qilib, undan keyin New York Killzone'ga yaqin pastga qarab tushib ketishi mumkin. To'g'rimi? Mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha London Killzone'da nima bo'lishini kutish kerak. Agar London Killzone'da mana holat bo'lishi mumkin. Ya'ni London Killzone mana bu boshlanadigan bo'lsa, mana to'g'rimi? Mana shu yerga kelganda narxda kelib turib, mana bu yerga qaysidir sell saytlarni yechib, keyin tepaga qarab ketaveradigan bo'lsa, New York Killzone'ga yaqin. Unda bilsak bo'ladi, mana bu sell site yana qolib tashlab ketyapti. Bu degani New York Killzone'da reversal bo'lish kerak degan olsak bo'ladi. Lekin adashmasam hozir London Killzone'da tepaga qarab ketadi narx. Chunki bizda kechqurun soat, bugun payshanbami? Payshanba. 17:30da unemployment claims bor, yangilik bor. Qizil papkada yangilik, to'g'rimi? O'sha yangilikka mana bu sell site hammasi liquidity. O'sha yangilik uchun yangilikgacha narx tepadagi anavlarni yechib, keyin yangilikka chiqqanda sell site'larni yechishga harakat qilish kerak. Meni anoyim bo'yicha.
fikrim bo'yicha. Hop, GBP/USD ga qaraymiz. GBP/USD da kunlik time frame ga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda ham o'sha yevro bilan bir xil manba imbalans zonaga narx chiqmadi, o'shaning uchun buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Narx naborot pastdagi manba imbalans zonadan reaksiya olib ketdi. To'g'rimi? Demak, shu imbalans zonamiz hozircha bizga muhim bo'ladi. Xo'p, bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, demak kunlikda biz o'sha xuddi yevroga o'xshab bilishimiz, ya'ni tushish trenddamiz. 4 soatlik time frame ga o'tamiz. 4 soatlikda qanaqa holatligini bilish uchun. Demak, mana bu yerda SMT bo'lmadi, adashmasam bo'lmadi. Xo'p, mana bu imbalans zonamiz narxi ushlab qoldi. Yo'qsa mana bu imbalans zonada bossak bo'ladi. Chunki e'tibor bersanglar, narx mana bu zonada, mana shu imbalans zonada mana bu yerda tepaga qarab ketgan. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, sal reaksiya olgan, buzib o'tgandan keyin mana keyin qaytib kelyapti, to'g'rimi? Demak, mana shu imbalans zona borligi uchun tepadagi mana bu imbalans zonaga narx chiqmagan. Sabab, to'g'rimi? Okey, xo'p, demak buni aniqlab oldik. Endi bu degani, o'rtoqlar, bu degani mana shu maksimumimiz bu protected high, ya'ni buzilishi mumkin bo'lmagan, buzilishi kerak bo'lmagan maksimum nuqta. Narx bu nuqtadan tepaga chiqmasligi kerak degani. Hop, endi mana bu yerda yana imbalans zona bor. To'g'rimi? Yo'qsa mana bu imbalans zonani olsak bo'ladi. Nimaga? Chunki narx ko'rib turibsizlar, mana bu reaksiya olgan, mana bu reaksiya olgan, buzib o'tgan. Buzib o'tgandan keyin narx mana bundoq qiladigan bo'lsak, mana buzib o'tgan, keyin yana tepaga qarab buzib o'tib, ozgina tepaga ketib, mana bu imbalans zona ushlab qolib, keyin pastga tushganda, endi mana shu imbalans zona narxi pastga anaqa berish kerak. Ya'ni narx mana shu yerga kelishga majbur. Kelgandan keyin, pastga qarab jo'natib berishga anonsi bo'lish kerak. Bu imbalans zonani kuchi bo'lish kerak degan anu bor. To'g'rimi? Xuddi support resistance bilan bir xilda o'rtoqlar, imbalans zonani support resistance qilib ishlatsa bo'ladi. O'shaning uchun buni iloji boricha yaxshilab ishlatish kerak. Ko'rib turibsizlar, juda ham kuchli narsa, ishlatsa bo'ladigan narsa. Demak, bu 4 soatlikda, 1 soatlikda ko'radigan bo'lsak, 1 soatlikda mana buni hozir 4 soatlikdagina ko'rinadigan qilib qo'yaylik. Qaysi tarafga borganini bilish uchun. Mana 1 soatlikda qaraydigan bo'lsak, iloji boricha demak biz uchun narx yevroda ham, GUda ham xuddi yevrodagi o'xshab sell side yig'ib chiqib ketyapti. To'g'rimi? Bu degani narx точный pastga tushadi deganida. Lekin tushishdan oldin mana bu yerda imbalans zonaga borishdan oldin swing nuqtamiz bor ekan. Mana bu yerdagi. Nimaga buni swing nuqta deb olyapman? Chunki o'zidan chap tarafda pastroqda bo'lgan va o'ng tarafda ham pastroqda bo'lgan minimum nuqtasi bor. Shuning uchun buni swing nuqta deb olib, mana shu swing nuqtani demak bizga nima bo'ladi? Target bo'ladi. Target emas, o'sha POI, ya'ni range'imizni anaqasi bo'ladi. Misol uchun mana buni mana bunday qilsak, narx mana xuddi yevroda, dollarda ko'rganimizdek, range'imiz maksimumi, range'imiz minimumi. Narx o'sha range ichida yuribdi. Va ketishdan oldin range tepasida buy stoplarni yechib, keyin pastga qarab ketish kerak. Ya'ni bu degani o'rtoqlar, o'sha anchadan beri anaqa qilayotganim continuation purge bo'lish kerak, to'g'rimi? Demak, mana shu range tepasidagi buy side'ni yechishi bu continuation purge deyiladi. Undan keyin pastga qarab ketishga tayyor deb olamiz narxi. Hozir mana shu zonada ketishi bu continuation purge deb atash qiyinroq, chunki range ichidamiz hali ham. To'g'rimi? O'shaning uchun iloji boricha mana shuni kutish kerak o'rtoqlar. Bugungi setup beradiganga o'xshaydi. Yaxshilab e'tibor bilan ko'rish kerak. Xo'p, shunaqa gaplar. Menimcha bugungi mana shu. Boshqa hech narsa yo'q. Qo'shab turibdi. Okey, xo'p. Doimgidek Funded Next'dan agar shu o'tamoqchi bo'lsanglar, ishonchli firma o'tib, videoning tagidagi silka orqali o'tib o'tasanglar bo'ladi. Qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, komment yozinglar. Telegram kanaliga ulanmagan bo'lsanglar, Telegram kanaliga ulanib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalim
Rahmanov, mana shu videoni tagida bo'ladi o'rtoqlar. Men to'g'risini esimda yo'q hozir anaqasi. U yoqqa ham o'tib bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, ishinglarga omad, kuninglar yaxshi o'tsin. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz.